Xo'p, 3 kun oldin olib qo'ygan BMW mashinamiz ham tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Bu oddiy gibrid M5 oddiy. Buni M paket qilib berganmiz. Oldi orqa bamperlarni almashtirib berganmiz. Oldi bamperi ko'rsa bo'ladi. Bunda tumankalari ham, ili setkalari ham bor. Buni ham plastmaslarga almashtirib berganmiz. Alohida hammasi. Undan tashqari shu orqa bamperni ham almashtirib berganmiz. Orqa bamperni blaklarini ham sepib berganmiz. Alohida. Shunaqa xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, 3 kun oldin olib qo'ygan BMW mashinamiz ham tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Bu oddiy gibrid M5 oddiy. Buni M paket qilib berganmiz. Oldi orqa bamperlarni almashtirib berganmiz. Oldi bamperi ko'rsa bo'ladi. Bunda tumankalari ham, ili setkalari ham bor. Buni ham plastmaslarga almashtirib berganmiz. Alohida hammasi. Undan tashqari shu orqa bamperni ham almashtirib berganmiz. Orqa bamperni blaklarini ham sepib berganmiz. Alohida. Shunaqa xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.